Mana shu internet ustida turgan telefonlar har kuni yangilanadi. Har kuni 100 tadan ko'p smartfonni sizlarga ko'rsatar ekanmiz. Pastda Telegram havola bor. O'tsalaringiz video, rasmlar, xususiyat hamma ma'lumotlarni batafsil berganmiz. Juda ham qiziqarli kanallar. Assalomu alaykum. Kun davomidagi yangiliklar sizlar uchun. $140 A17 ni absolyutno yangidek holatda, o'ta eksklyuziv variantda. 20 Ultra'ni bunaqa yangi, bunaqa arzon narxga topishingiz juda qiyin masala. Aynan sizga $260 A+ segmenti S20 Ultra. Honor X9D modelimiz. Siz uchun maxsus 8 ga 256 lik $285 evaziga. Galaxy S21 $195 evaziga 185 ham qilib beraman obunachilarimiz uchun. Aynan hayitli bo'ladi, chegirma narxlar. $195 ga 21 Plus. Tasavvur qiling, $240 telefonlar. S10 Plusni bugun taqdim etadigan shunaqa ideal variantimda tarixda kelmagan desam mubolag'a bo'lmaydi. Hattoki salafanlar olinmagan. Katta assortimentda borligi uchun hammasini ko'rsatib bera olmasligim mumkin. O'ta darajada yangi holatda, salafan holatda. Bu videoda bu smartfonlar holatini yetkazib bera olmayotgan bo'lishim mumkin. Lekin Telegram kanaliga kirsalaringiz, smartfonni ipidan ignasigacha tushuntirib o'tganman. 128 95% iPhone 14 Pro Max ni absolyut yangi holatda $595 evaziga, 13 Pro ni 128 91% $399 ga. Qayerda bor ayting bunaqa narxlar? 256 100 siz uchun chegirma narxda ideal holatda 64. Xo'p, 64 100 256 100 ekan hurmatli obunachilar, $175 ga. iPhone 14 Pro ni yesimlar o'tgan, O'zbekistonda ishlamagan ideal $469 ga. iPhone 15 Pro natural o'ta arzon narxga, o'ta noy $600 ga, 128 88%. iPhone 14 bir emas 3 ta oq rangda 128 90 dan baland hammasi $370 dan haqiqiy arzon narxda eksklyuziv taklif bilan taqdim etaman. iPhone 12 Pro ni 512 97 narxi esa $370 ga. O'ta go'zal gold rangda. iPhone 2 ni 128 97 va 84 260 $255 dan. iPhone 13 mini da o'ta yangi, yesimgacha o'tgan 128 97 $270 ga. Bunaqa 13 mini ishoning hech qayerda yo'q. $240 ga, ajoyib $250 ga yesimlar o'tgan 64 97% iPhone 11 Pro Max. Oppo X8 Find o'ta noyob modeli, eksklyuziv model $365 ga, $480-500 turadi rabochisi, o'ta arzon, o'ta sifatli narsa, $185 ga 21 Plus. Aynan Note 20 Ultra ni $290 ga salafan holatda A+ varianti va A- varianti, hattoki oq rangli bunday salafanlar olinmagan, yangidek holatda, narxi esa $270 ga. S20 Fan Edition. Galaxy fanatlari uchun $160 ga atiga super chegirma narxda. A16 $130 ga professional darajadagi smartfon. Note 9 $120 ga, $130 ga bani oqi, ertaga 180 bersiz ham kelmaydi. O'ta yangi, dunyo bo'yicha bundan tiniqi yo'q desa mubolag'a bo'lmaydi. S10e elegantni, kompaktni dizayn. Buni ishlatgan odamlar yangisi $1000 dan qimmat bo'lsa ham olaman deyshadi. Buni ishlatgan odamlar shunda ko'p gaplasam ham boshim og'rmayapti nimagadir. Bunda radio to'lqinini ziyoni umuman kam ekan. Aynan menga S10e qilib bering deganlar rosa ko'p bo'lgan. Va bu haqida sizning fikringiz ham ijobiy bo'lishiga ishonaman. S23. Aynan biz ham Galaxy S23 ni tanladik. Bizda elegantni, doimiy tezkor internet, doimiy yaxshi aloqa bo'lishi kerak. Bu esa bu talablarni 100% qondira oladi. Yesimlargacha o'tgan $340 dan qivordik, chegirma narxda $260 dan. Galaxy S22 ni xohlagan rangingizda taklif eta olaman. Va bu smartfonlarning holati haqida batafsil Telegramga joylab qo'ydim. A+ yangidek holatda $350 evaziga, $450 evaziga Xiaomi 13 Ultra, $260 evaziga X9D modelimiz. 23 Ultra. Qarang, ideal salafanlar olinmagan, kolleksiyada bor, $510 dan A+ segmentda eng yangi holatda, xudo xolasa. Note 8 Koreyada bitta bazada faqatgina $6 Note 8 qo'ygan ekan, yangi hammasini oling deb aytdim va Koreyadan berib yuborishdi. O'ta ideal holatda $120 dan. Xudo xolasa bo'ldi. Koreyaning o'zida ham bunaqa Note 8 lar qolmadi. Bizda birinchi qo'llardan olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Bizda narxlar arzon, sifat yuqori, biz naqd pulga olamiz, naqd pulga sotamiz, baraka ham shunda. Sizni pulingiz yetgan smartfon bu eng yaxshi smartfon hisoblanadi. Hozir bitta smartfonni 2 barobar qimmatiga variantga olib uzguningizgacha u telefonni narxi 4 barobar tushib ketyapti. Undan ko'ra mana shu smartfonni olasiz, ertaga sotmoqchi bo'lsangiz ham pulingiz zo'r bo'shaydi. A+ $410, A- esa $365 tashkil etmoqda. Aynan bugun Philips modeldagi chegirma e'lon qilaman. Snapdragon 8 Gen 1 violet rangda narxi hayratlanarli $185 ga. Bu bo'lishi mumkin emas. S10 narxida $290 oldi to'laqonli displey Philips 5 modeli. S23 Plus'ni 340 qilib beraman. S23 narxida qilib beraman. Aynan 21 Ultra'ni A+ segmentda $115 ga. Xuddi yangidek holatda biz sizga har kuni shunaqa noyob smartfonlar taqdim etishdan to'xtamaymiz. Bizga obuna bo'ling. Smartfon olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga bizni videolarni yuborib qo'ying. Albatta, smartfon borasida sizni 100% rozi qila olamiz.